Nur aka, sotib olganimdan ham ko'ra ko'proq oldingizga olib kelib sizga sotib olganimda xursand bo'ladigan mashinalar bormi? Avvalambor xato gapiryapsiz. Inson sharoitiga qarab, vkusiga qarab mashinani tanlaydi. Sotayotganda ham hamma xursand bo'lmaydi. Mayli, siz uchun iloji boricha olmasligingizni tavsiya qilaman, 5 ta mashina sanab beraman. Birinchi, servis yo'q, zapchast yo'q elektromobillar. Hi-Fi, ZG bunaqa mashinalar ko'p. Ularni olganingizdan keyin pulini teng yarmiga sotib olasiz. Ikkinchisi bu Epica. 50 mingda ham bir xil payt 20-30 mingda ham motor yeyishni boshlaydi. Kamiga moy ham yeydi. Uchinchisi Captiva birinchi yo ikkinchi modellar. Uchinchi, to'rtinchi yaxshi, lekin eski mashinalari kashalot bo'yatdi. Keyingisi hozirgi chiqqan 9-seriya mashinalari, misol uchun Li, Zikr, Honji assortiment mashinalar ko'p. Denza N9, Lincoln bularni buvini olgan